Baho. Oh. Ye. Maqolsam o'tdi. Xullas bugundan ko'chadaman o'rtoq. Shundoq chiqarib yubordim. O'ylama o'rtoq. Uy topguninggacha manikida turib turasan. O'ylayotganim yo'q. Jay unaqa to'yg'imi? Bugun bitta oshchi masallig'ini olsang, o'zing zo'r qilib damlab bersang. O'zim ham yaxshi pishmabdi ekan. Ikkita sabzi oldik, yetadi-yu, to'g'rimi? Ha, yetadi. Piyoz oldik. Guruch bor uyda. Go'sht olmadik. Uy, yo'q, yana nima xohlaysiz? Uyda tovuq go'shi bor, o'shandan qilib berasan. Ha, hop. Hech bo'lmasa markobcha olaylik bitta. Hamma hop, ol uni. Nech pul bo'ldi aka? 25 ming. Hop. Sen nima ko'lasan? Cho'ntagini xuddi pul qo'shadigan-da. Rahmat aka. Yur. Aka, 1000 so'mga rozi bo'ling, mayli? O'sha degan bilan bo'ling-ku. Boshimni qotirma, meni qornim ochdi. Sen-ku narsa yeb olding. Hop, men charchadim. Sana narsalaringmi? Voy. Hech bo'lmasa shunaqa payt matizing bo'lsa-da. Nega? Pechkasini yoqib o'tirasan. Shu PPS olib ketib qolsa ham zo'r bo'lardi. Nega? Issiqqina o'tirasan ko'chadan ko'ra. Mendan yomon sovib o'tib ketdi. Sovib o'tdimi? Ketdi, menda boshqa variant bor. Yur. Qatga? Yurgan. Ya odam o'ylasa qiziydi, yana ham hozir vaqti sovqatib qolamiz. Tur. Ya, tur. Voy, o'ynaydi. Sovqatib o'tiravermaymiz, ayo. Tur shem. Ye. Ana qo'ying. O'rtoq, bizani ham kelajakda o'zimizning uyimiz bo'larmikan? Bo'ladi. Faqat o'qishdan chalg'imaylik. Sabr qilishimiz kerak. Mehnatdan to'xtab qolishimiz kerak emas. Ana o'shanda Xudo xohlasa, katta uyimiz bo'ladi. O'zinglar xohlagandek zali katta, bir xil planirovkada tushgan, qo'shni bo'lasizlar. Xonalari keng, balkonga chiqib tashqariga qarasanglar ham chiroyli manzaraga ko'zinglar tushadi. Qisqa qilib aytganda, mezbon loyihamizda sizlar xohlagan hamma sharoitlar bor. Qara o'rtoq, niyat qilganimizdek bir xil qilib uy ham oldik. Qo'shni ham bo'ldik. Oson bo'lmadi, lekin Sabr qildik. sen nima qofiya aytish o'ynayapsanmi? Yo'q.